Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ko'pchilikda hali hanuz savollar bor. Enel International kompaniyasi O'zbekistonda ofitsial, ya'ni qonuniy tarzda ishlaydimi? Bu kompaniyani halol sertifikati bormi? Ya'ni halol sertifikatga egami degan savollarga hozirgacha javob berib charchamaymiz. Va sizni hozir savollaringizga javoban aynan shu sertifikatimiz bilan tanishtirmoqchiman. Enel International kompaniyasi halollik sertifikatiga ega va halol mahsulotlari uchun sertifikatga ega. Bu yerda ko'rib turibsiz, производственные участки, персонал, документ, складские помещения, бизнес-процесс, производство, офис, marketing plan, model сетевого marketinga uchun hammasi uchun sertifikat halolligi to'g'risida sertifikatlashtirish va standartlashtirish Center halal nadzor tomonidan 2014-yil 20-iyulda sertifikat berilgan va bu sertifikatimiz 25-yil 17-martgacha qonuniy kuchga ega. Biz har yili bu sertifikatni yangilab turamiz va o'ylaymanki, bu sertifikat hamma savollaringizga javob bo'la oldi. Va Enel kompaniyasi O'zbekiston Respublikasiga kirganiga va qonuniy ishlayotganiga xudo xohlasa 7 yil bo'ladi.